Bu o'simlikning butunlarida juda boy tarkib mavjud. Karotin askorbin kislotasi, C vitamini, tokopherol, E vitamini, temir, magniy, kaliy, fosfor, selen, marganets, sink shuningdek, glikozidlar va dubl moddalar ham bor. Eng qimmatbaho komponent esa evgenol, efir moyining asosiy tarkibiy qismi. Agar har kuni gvozdikani chaynasa nima bo'ladi? Gvozdikani chaynash juda foydali. U antimikrob, yalliglanishga qarshi va antibakterial xususiyatlarga ega. Ogiz boshligidagi bakteriyalar, tish toshi, milk kasalliklari va boshqa muammolarga qarshi kurashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gvozdika milk kasalligiga sabab bo'ladigan to'rt xil bakteriyaning o'sishini to'xtata oladi. Buning sababi evgenolning kuchli ta'siri. U shikastlangan joylarni tiklaydi va og'riqni kamaytiradi. Sirkroz rivojlanishiga qarshi kurashda gvozdika chaynashning o'rni gvozdika, ayniqsa undagi evgenol, jigar faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, evgenol boy bo'lgan gvozdika ekstrakti jigar sirrozi belgilari, biokimyoviy va histopatologik o'zgarishlarni teskari aylantirishi, yalliglanishni kamaytirishi va jigar hujayralarining haddan tashqari ko'payishini to'xtatishi mumkin. Bu modda jigar to'qimalarini oksidlovchi stressdan himoya qiladi va toksinlar ta'siridan saqlaydi. Bundan tashqari, evgenol insulin sekretsiyasini oshirishi, glyukoza tolerantligini yaxshilashi va pankreasning beta hujayralari funksiyasini mustahkamlashi mumkin. Natijada qondagi shakar darajasi pasayadi. Bu diabet yoki prediabet holatlarida juda muhim. Har kuni gvozdikani chaynash ovqat hazm qilishga qanday yordam beradi? Faol moddalar oshqozonchak trakti fermentlarini rag'batlantiradi, ovqat hazm bo'lishini tezlashtiradi. Gvozdika oshqozon kislotasini kamaytiradi, gaz hosil bo'lishini oldini oladi va ko'ngil aynishini yo'qotadi. Suyak va tishlar uchun foydasi. Gvozdika butunchalari marganets, kalsiy va magniyga boy. Bu minerallar suyaklarni mustahkamlash va ularning sog'ligini saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Nafas olish yo'llari kasalliklariga qarshi bronxit, astma, shamollash va yo'talga qarshi kurashda gvozdika yaxshi yordamchi. Uning yalliglanishga qarshi xususiyatlari nafas organlaridagi shish va yalliglanishni kamaytiradi. Teriga ta'siri. Bir oy ichida o'zgarishlar. Agar bir oy davomida har kuni gvozdikani chaysangiz, teri holati sezilarli darajada yaxshilanadi. Akne, yalliglanish va boshqa muammolar asta-sekin yo'qola boshlaydi. Gvozdikani to'g'ri chaynash qoidalari. Quritilgan butun gvozdikani oling va yaxshilab chaynang. Uni chiqarib tashlash shart emas, bu xavfsiz. Asosiysi, uzoqroq chaynash. Keyin yutib yuboring yoki chiqarib tashlang. Kuniga 1-2 dona butuncha yetarli. Har bir odamga individual yondashuv kerak. Agar nojo'ya ta'sirlar, masalan, oshqozon yonishi sezsangiz, bu usuldan voz keching. Tajribangiz bormi? Izohlarda yozing. Gvozdikani chaynaganmisiz va qanday natija oldingiz? Gvozdika choyi. Yana bir ajoyib variant. Choy tayyorlash uchun faqat sifatli butunlarni tanlang. Sifatni tekshirish oson. Butunni bosing. Agar moy chiqsa, bu yangi va kuchli gvozdika. Yana bir usul. Qaynayotgan suvga soling. Agar vertikal turib qolsa yoki cho'ksa, yaxshi, gorizontal suzib yursa, foydasi kam. Butunlarni butun holda yoki ohangda maydalab qo'shing. U dolchin, kardamon va vanil bilan juda yaxshi birlashadi. Eng oddiy retsept: 2 dona gvozdika odatiy choyingiz. Choynakka solib, yaxshilab damlab iching. Issiq va yoqadigan choy varianti: 300 ml suv uchun 1 osh qoshiq qora yoki yashil choy, 1 chimdim dolchin, 3 dona gvozdika, 1 bo'lak maydalangan zanjabil. Hammasini qaynayotgan suv bilan quyib, 15 daqiqa damlang. Ertalab iching. Ovqat hazmini yaxshilaydi, ishtahani kamaytiradi va yo'g'larni yoqishga yordam beradi. Muhim ogohlantirish: qarshi ko'rsatmalar. Gvozdika o'tkir va kuchli ziravor, oshqozon shilliq qavatini bezovta qilishi mumkin. Shuning uchun yarali kasallik, gastrit, yuqori kislotalilik bilan va shunga o'xshash muammolari borlar undan voz kechsin. Homilador va emizikli ayollar, shuningdek individual allergiyasi borlar uchun ham tavsiya etilmaydi. Xulosa: gvozdikani me'yorida ishlatish sog'liq uchun ajoyib qo'shimcha. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, chaynash o'rniga oddiy choy iching. Har qanday holatda ham shifokor bilan maslahatlashing, o'zingizga zarar yetkazmang. Sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Tez orada yana qiziqarli va foydali kontent bilan uchrashamiz. Yangi rolik allaqachon tayyorlanmoqda. Izohlarda fikringizni yozing. Hammamiz gvozdikani ko'rganmiz. Kichkina, qoramtir, haqiqatan ham mayda mixga o'xshaydi.
Lekin bu kichkintoy xushbo'y butunchalar faqat taomga ta'm berib qo'ymaydi, balki sog'lig'ingizga ham sezilarli ta'sir ko'rsata olishini bilasizmi? Siz o'zingizning holatingizga juda e'tiborli ekansiz deb o'ylaymiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bugun siz uchun juda ko'p foydali ma'lumotlarni jamlaganmiz. Izohlarda yozing, gvozdikani qaysi taomlarga qo'shasiz odatda? Bu mashhur ziravor maxsus usullar bilan qayta ishlangan gvozdika daraxtining gullari, butunlaridan olinadi. U Mirt oilasiga mansub o'simlik bo'lib, tarixiy vatani sifatida Malayziya va Indoneziya tan olingan. Gvozdika asrlar davomida xalq tabobatida qo'llanib kelinmoqda va hozir ham ko'plab Osiyo oshxonalari taomlarida muhim o'rin tutadi. U juda kuchli va o'tkir ta'mga ega. Gvozdikani marinadlar, souslar tayyorlashda ishlatishadi. Ovqatga qo'shilishidan tashqari, bu ziravor sog'liq uchun ham bir qancha foydali xususiyatlarga ega. Lekin bir qancha qarshi ko'rsatmalar ham bor, ular haqida birozdan keyin gaplashamiz. Quritilgan gvozdika butanchalari juda boy tarkibga ega. Vitaminlar bo'yicha u hatto eng qimmat apteka dorilariga ham raqobatchi bo'la oladi. Shuning uchun bir chimdim ziravor taomga solinsa ham darhol foyda keltiradi. Lekin shoshmang, bu boy tarkib ba'zi kasalliklarda aksincha holatni yomonlashtirishi mumkin. Kaloriyaga kelsak, 100 gramm gvozdika taxminan 323 kal beradi. Bu raqam figurali odamlarni xavotirga solishi mumkin, lekin bir yo'la buncha ziravorni yeb bo'lmaydi. Odatda taomga ta'm berish uchun faqat bir choy qoshiq, taxminan 2 gramm maydalangan gvozdika yetadi. Bu esa atigi 7 kal degani. Shuning uchun bu tropik daraxtning xushbo'y butanchalari vazn tashlash dasturlarida ham faol qo'llaniladi. Boy tarkibi tufayli gvozdika tabiiy va samarali vosita sifatida tan olingan. Hozirgi kunda mutaxassislar tomonidan yaxshi o'rganilgan va shu sababli ajoyib profilaktik vosita deb hisoblanadi. Gvozdika antioksidantlarga boy, ular organizmni erkin radikallar keltirib chiqaradigan oksidlovchi shikastlanishdan himoya qiladi. Natijada yalliglanish kamayadi, qarish jarayoni sekinlashadi. Antioksidantlar ba'zi saraton turlari va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini ham kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, gvozdikada yalliglanishga qarshi moddalar bor. Ular bo'gim kasalliklari, masalan, artrit bilan bog'liq og'riqlarni kamaytiradi.